Sizlar charchamayapsizlarmi? Demak, bugun sizlar bilan albeit-ni o'tamiz. Albeit bu contrast linker, ya'ni farqlarni ko'rsatadi writing task 1da. Demak, buni writing task 1da qo'llanish usullarini va qaysi grammatik strukturalar bilan foydalanish kerakligini tushuntirib o'taman va bir nechta examplelar ham berar ekanman. Demak, boshladik. Albeit. Albeit o'zi aslida also bilan sinonim bo'ladi ko'p holatlarda. Okay? Misol uchun mana example ko'ramiz. Although the quantity of goods transported via pipeline rose, it remained the least throughout. Ya'ni garchi truba, ya'ni truba orqali o'tkazilgan yuklarning soni o'sgan bo'lsa-da, u oxirida qolib ketdi. E'tibor beramiz, pipeline o'sgan, lekin oxirida qolib ketgan. Endi xuddi shu narsani even though bilan bersak bo'ladi. Endi sizlar bilan buni albeit bilan qanaqa bersak bo'lar ekan, o'sha narsani ko'rib chiqamiz, okay? Demak, the quantity of goods transported via pipeline rose, hyphen beramizda, albeit remaining the least throughout deb bo'ladi. Demak, gerund clause qilib bog'lab ketsak bo'lar ekan, albeit bilan. Bu advanced structure, ya'ni also bilan, demak, mana bu strukturamiz bilan buni qanaqa qilib, ya'ni paraphrase qilishimiz bo'lar ekan, okay? Demak, the quantity of goods transported via pipeline rose, albeit it remained the least throughout. Ya'ni also o'rniga albeit qo'yib ishlatsak ham bo'ladi. Xo'p, xuddi shunaqa tepadagi, ya'ni albeit demak, pipeline transport showed an increase, albeit consistently being the lowest in volume. Tushunarli? Ya'ni remaining emasda being so'zini ham qo'yamiz. Bir xil tepadagi bilan ma'nosi sal boshqacharoq qilib yozganmiz, okay? Bu ishlatilishlardan bittasi ekan. Endi sizlar bilan boshqacha qo'llanishlarni, ya'ni qanaqa qilib yana qo'llasak bo'ladi desak, agar siz also ni tushunsangiz, also ma'nosini sizga juda ham oson bo'ladi. Misol uchun, demak, the number of visitors, the number of people visiting the museum rose, although the increase was slow. Demak, muzeyga kelayotgan odamlarning soni o'sdi, lekin bu o'sish slow, ya'ni sekin bo'ldi. Okay? Bu also ni boshqacha yozsak ham bo'ladi. Although the number of people visiting the museum rose, the increase was slow. Endi shuni albeit bilan qanaqa yozsak bo'ladi? Demak, the number of people visiting the museum rose, albeit slowly. Nima uchun albeit slowly deb yozdik deydigan bo'lsak, ya'ni rose deymiz-ku, rose deymiz. Endi bu yerda qaranglar. Increase qanaqa bo'ldi? Slow bo'ldi. Increase qanaqa bo'ldi? Slow bo'ldi dedik. Okay? Endi bu yerda albeit slowly deymiz. Nima uchun degan narsa bor. Chunki bu yerda rose deganimizdan keyin bu adverb bo'lib ketishi kerak, bunga ta'sir o'tkazish uchun. Okay? Ya'ni adverb bizda fe'lni, ya'ni verbni tasvirlab kelar ekan. Bu yerda bo'lsa biz increase deb uni qaytarib aytamiz rose'ni, undan keyin slow deymiz increase'ni. Tushunarli? Xo'p, qo'llab ko'rsanglar bo'ladi. Endi boshqacha ishlatilinish holatlari, to bilan ishlatilinish holati, yaxshilab e'tibor beramiz. All figures rose, hamma ko'rsatkichlar o'sdi. Although they did so, lekin ular o'sdi to varying degrees, har xil darajalarga, right? All figures rose to varying degrees deb aytsangiz bo'lar ekan. Keyingisi with bilan. The number of commuters increased, albeit with some fluctuations. The number of commuters rose, like increased, although there were some fluctuations. O'sish bo'ldi, fluctuation bilan o'sish bo'ldi, ammo bu o'sishda fluctuation ham bo'ldi. Desak bo'lar ekan, okay? Keyingisi in all sectors experienced growth, albeit in varying proportions. Yoki also bilan yozadigan bo'lsak bu narsani. All sectors experienced growth. The growth occurred in varying proportions. In bilan ishlatilish holati. Keyingisi albeit at. Employment rate rose steadily, albeit at slower pace after 2010. Yoki the employment rate rose steadily, although it did so at a lower pace after 2010. Yaxshi deb beramiz. Did so ni o'rniga olib tashlaymiz, chunki employment rate rose ni, demak, it did so qilib sinonim aytayotgan ekanmiz, okay? Xo'p, endi example da bormi? Task 1da ishlatiladigan desanglar, albatta bor. Demak, birinchisi
yaxshi e'tibor beramiz bunga. With experts, ya'ni bu tarafga aytyapmiz biz. Xo'p. Ya'ni bu tarafga aytyapmiz. With expert deganda experts. Exports, similar trends and positions can be seen, albeit at lower rate. Ya'ni bu bizda o'sha ikkinchi body paragrafning boshlanishi edi, boshlang'ich gapi edi. Xo'p, demak, pozitsiyalar bir xil, lekin darajalar past. Nima degani bu? Demak, e'tibor beramiz. Bu pastroq, eng pasti, bu sal balandroq, bu yoqda eng balandi. Sal pastroq, sal teparoq, bu yoqda eng balandi. Lekin bularga solishtirib qaraganda bular hammasi past bo'lgan. Okay? O'sha narsani juda ham chiroyli qilib with experts similar trends and proportions can be seen, albeit at lower rate deb yozdik. Okay? Keyingisi, hop, mining and construction and education and health also followed similar age-related patterns, albeit in reverse. Nima degani bu? Demak, bir xil pattern bo'ldi. Demak, hop, mining construction, education, healthda, to'g'rimi? Demak, bular maqtu also followed similar age-related patterns bo'lgan, lekin reverse bo'lgan. Nima degani reverse? Xo'p, e'tibor bersangiz, bu pastroq, bunisi ko'proq, bunisi ko'proq, bunisi pastroq, to'g'rimi? Bunisi bundan ko'proq, bunisi bundan pastroq. Shu narsani aytyapti. Keyingisi, hop, over the next 40 years, from 1967 to 2007, single-car families remained relatively stable at around 45%. In contrast, the percentage of households without a car continued to fall, albeit slightly less sharply. Nima degani? Sekinroq darajada o'sdi, right? Demak, no cars ga e'tibor beramiz. Tushish nisbatan sekinroq bo'lgan, right? Xo'p. Xo'p, keyingisi. Coal use followed a similar pattern, albeit at lower rate. Coal use ko'ramiz, coal use, mana coal o'sha bir xil patternda bo'lgan, lekin pastroq darajada. Mana bunga e'tibor beradigan bo'lsak, bunga qaraganda pastroq darajada, lekin nisbatan o'sha bir xil ketgan pattern bir xil bo'lgan, lekin pastroq darajada. O'sha narsani albeit at lower rate deb aytsak bo'lar ekan. Xo'p, demak, bugungi darsimizni oxiri edi. Albeit mavzusini tushundinglar degan umiddaman. Bu bizning kanal Olibjon IELTS Mentor 4546 ta bo'libmiz. Bugun demak shu video yasalayotgan payti 2025-yil 17-mayda. Xo'p, demak, xudo xolasa kurslarga start bermoqchiman. Yozsanglar bo'ladi kurs bo'yicha. Xo'p, kanalimiz nomi bor. Bu yerda berilgan aytgancha mana Olimjon Shokirov degan demak kanal bor. Nasib xuddi shunaqa videolar, faqat yaxshiroq worksheet bilan bo'lgan darslar chiqaryapman nasib. Bu narsani kanalda o'sha postini ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Yaqin orada qilaman. Agar sizga shu video yoqayotgan bo'lsa, shunaqa kontentdagi dars olmoqchi bo'lsangiz, vazifalari bilan, demak, bu video darslarga IELTS ga tayyorgarlik bo'yicha video darslarga qo'shilsanglar bo'ladi. Okay? Rahmat kattakon, charchamang, sog' bo'ling.